Hokim o'sha paytda hokim bilan ko'risha olarmidingiz? Men Do'stlik ko'risha bormi? olardim, chunki meni ingliz tili bilganim uchun Aha. To'laganov Qozi Nasir shu vaqtida tarjimon kerak bo'lib qolgan bir kun. Butun hokimiyatda qidirishgan, tarjimon kim bor ekanini men topib chiqishgan. O'zi bundan oldin yollama tarjimonligi bo'lgan, u kasal bo'lib qolgan. Qozi Nasir chaqirganlar, savlatlari bor edi, odam qo'rqib turardi. Birinchi shulardan boshlandi. Bir marta tarjimaga kirganimdan keyin bo'ldi, meni уже xalqaro delegatsiya kelsa meni biriktiradigan bo'lishdi. Tarjima kerak bo'lsa meni oladigan bo'ldilar. Ular bilan bir yilcha ishladim. Keyin ular ketib, Abdurahmonov Rustam Azurovich keldi. Juda yaxshi inson, juda progressiv rahbar edilar ular. Ular yoshroq, ancha yoshroq. Edilar, ancha, ha. Ular shundoq hamma xalqaro tadbirga xullas to'liq boradigan bo'ldi. To'liq keyin hokimiyatning qoshida Abdurahmonov Rustam Azurovich ekspertlarni guruhini tuzdilar, turli boshqarmalardan mutaxassislarni jalb qilib, o'sha mutaxassislar turli shahar muammolarini o'rgana boshladi. Va bu jarayon kelgusida UzLiDepga aylanib ketdi. O'sha guruh oxiri borib UzLiDepga ta'sischilari bo'lib qoldi, tashkilotchilari bo'lib qoldik. 2003-yilda keyin UzLiDepga asos solinganda o'sha 104 ta odam imzo qo'yganmiz, tashabbuskor guruh. Shularning ichida men ham bo'lib qoldim.